Hurmatli akalar va chorva ishqibozlari. Bugungi sotuvimizda Angus novosimiz. Oyoqlarga e'tibor berasizlar, juda ham yo'g'on, orqa oldi kelishgan. Yosh oyliklari shu 1 yasharga borar bormas atrofida. 10 oylik 1 yashar atrofidagi Angus novosimiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narx novosini bo'ladigan realniroq narx novosini aytib o'tamiz. Qiziqqan ko'plarimiz aloqaga chiqaverasizlar. 27,5 million so'm oxirgi narx novosi, to'g'rirog'i 30 million kami bor, 28 million so'm oxirgi narxi deb qo'ygandan ko'ra bo'ladigan realniy narx novosini aytib qo'ya qoldik. To'g'risi, arzon narsa emas. O'zi hamma joyda bu narsani o'zi arzon bo'lmasa kerak Angusni. 27,5 million so'm xohlagan joylaringizga solishtirib aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa 99 3344 Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Bundan tashqari yana ona bola novoslar, sigirlarimiz bor, novoslarimiz bor, yemga tashlashga tayyor. Plus soni 15 boshdan oshiqroq g'unojinlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Semental, Greenfield g'unojinlarimiz bor. Zotli novoslarimizdan hozircha bir dona, bundan keyin yirikroq tosh tarozisiga ham javob beradigan novoslarimiz ham bor. Aloqaga chiqsangiz videolarni tashlab beramiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Oyoqlarga e'tibor berasizlar, juda ham yo'g'on oyoqlari. Hurmatli akalar, hech qanaqangi oshiqcha bir qilig'i yo'q. Shoxlaydigan, tepadigan odati yo'q. Sog'lom yeb-icharlarni bemalol kelib ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. $27,5 million so'm oxirgi narx novosi. Kecha kunda qo'ygan Greenfield novoslarimiz ham hammasi baraka bo'ldi bir joyga. Juda ham sifatli. Yana qaytarib o'taman, iloji boricha hamma joyga solishtirib, eng oxirida kelib olishingizni tavsiya qilaman. Chunki Angusni bunaqangi variantlarni 30 milliondan oshiqroq aytishyapti. 30 million pastiga to'g'rog'i berishmaydi. Shuning uchun savdogar akalarimiz ham aloqaga chiqaversin, olib borib sotaman degan akalamizga ham mencha foyda chiqadigan variantidan aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri.